Sanoat va qishloq xo'jaligida biznes muhiti yaxshilanmoqda. Bu haqda Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lum qildi. Umuman olganda, O'zbekiston biznes muhiti indeksi sanoatning turli tarmoqlaridagi 1000 dan ortiq korxonalarda o'tkazilgan so'rovlar asosida hisoblab chiqildi. Biznes muhitining o'zgarishi indikatori Germaniya metodologiyasiga asoslangan bo'lib, ishlab chiqarish, talab va boshqa ko'rsatkichlar dinamikasi bo'yicha tadbirkorlik faoliyatidagi biznes muhitiga berilgan baho va kutilayotgan o'zgarishlarni aks ettiradi. Hozirgi lavhamiz shu mavzuda. May oyida biznes muhiti indeksi 61 bandni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13 bandga yuqoriladi. Bu esa mamlakatda biznes muhitiga bo'lgan ishonch mustahkamlanayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, mazkur indeks tadbirkorlarning mamlakatdagi sotuvlar hajmi, bandlik darajasi, talab, resurslardan foydalanish hamda faoliyat muhitining barqarorligi kabi omillar asosida hisoblanadi. Indeks o'tgan yilning shu davriga nisbatan 33 bandga yaxshilanib, 70 bandni tashkil etdi. Shuningdek, istiqboldagi kutilmalar indeksi ham 23 bandga oshib, 79 bandni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichlar sanoatda tadbirkorlik faoliyati uchun sharoitlar yaxshilanganini va ishonch darajasi yuqori ekanligini tasdiqlaydi. Tahlillarga ko'ra, qishloq xo'jaligida ham barqaror o'sish qayd etildi. May oyida biznes muhiti indeksi 6 bandga yaxshilanib, 58 bandga yetdi. Xizmatlar sohasida biznes muhiti may oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 8 bandga yaxshilanib, 60 bandni tashkil etdi. Shu bilan birga korxonalarning kutilmalari ham sezilarli darajada o'sdi. Eng katta o'sish istiqboldagi kutilmalar indeksida 13 bandga oshib, 76 bandga yetdi. Bu xizmatlar sohasida ishonch va o'sishga bo'lgan optimizmni aks ettiradi. Qurilish tarmog'ida biznes muhiti may oyida barqaror holatga saqlanib, 57 bandni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning may oyidagi natija bilan bir xil. Joriy holat indeksi biroz pasayib, 37 bandni tashkil etdi. Bu asosan faollikning mavsumiy susayishi bilan izohlanadi. Umuman olganda, O'zbekistonda biznes muhiti ijobiy dinamikani ko'rsatmoqda. Ko'plab tarmoqlarda ishbilarmonlik faoliyatining barqaror o'sishi kuzatilmoqda. Gap shundaki, biznes tahlil ishbilarmonlikdagi muammolarni bartaraf etish va ularga yechim ishlab chiqish, korxonalarni optimallashtirish, tashkilot uchun yangi strategik rejalarni ishlab chiqish va samaradorlikni oshirish, eng muhimi o'zgarishlarni ijobiy tomonga hal qilishga yordam beradi. Shu sababli mazkur tadqiqot har oyda o'tkazilib, yillar kesimida tahlil qilinmoqda.